Sitora Farmonova turmush o'rtog'i bilan tushgan videosini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz. Aktrisa Sitora Farmonova ayni vaqtda chet elda umr yo'ldoshi bilan birga dam oldi. U oilaviy videolarini e'lon qildi. San'atkor bir qancha vaqt O'zbekistondan tashqarida istiqomat qildi. U avvalroq turmush o'rtog'i Dubayda yashashini aytdi. Juftlik fevral oyi o'rtasida issiq o'lkalardan birida dam olgan. Farmonova bu jarayondan bir qancha videolar joylab borgan edi. Jumladan, 17 fevral kuni joylangan storyda aktrisa mashinada Botir Qodirov ijrosidagi Oy yuzingga qo'shig'ini ijro qilib kelayotganini ko'rish mumkin. Shuningdek, boshqa hikoyalarda u yirik savdo majmualaridan birida sayr qilayotgani ko'ringan. Bundan tashqari, mehmonxonadan ham video joylangan.